Tasavvur qiling, bir qadamingiz Osiyoda, navbatdagisi esa Yevropada. Sharqning sirli jozibasi va g'arbning zamonaviy sur'ati birlashgan nuqta bu Turkiya. Bu yerda toshlar so'zlaydi. Rim imperiyasining ulug'vorligi, Usmoniy sultonlarning shavkati va Vizantiyaning sirlari har bir ko'chada sizni ta'qib qiladi. Tarix bu yerda shunchaki o'tmish emas, u tirik. Tong sahar osmonni to'ldirgan rang-barang havo sharlari sizni ertaklar olamiga yetaklaydi. O'rta dengizni issiq quchoqlari va moviy sohillar esa qalbingizga orom beradi. Turk qahvasining achchiq ta'mi va shirinliklarning tillarda qoluvchi lazzati. Bu yerda mehmondo'stlik shunchaki odat emas, u san'at. Turkiya bu nafaqat go'zallik, balki har bir inson uchun qalqon bo'la oladigan yurt. 2026-yilda mamlakat inson qadri uchun tamoyili ostida yangi bosqichga qadam qo'ydi. Bu yerda har bir fuqaro va mehmon o'zini xavfsiz his qiladi. Dunyo standartidagi tibbiyot va yagona sog'liqni saqlash tizimi har bir qalbga g'amxo'rlik qiladi. Turkiya hukumati yosh avlodni ijtimoiy tarmoqlar ta'siridan himoyalash va sog'lom muhitda o'sishga qaratilgan islohotlarni olib bormoqda va bu kafolatlanmoqda. Kam ta'minlangan oilalar uchun joriy etilgan fuqarolik maoshi tizimi hech kimni e'tibordan chetda qoldirmaslikni maqsad qilgan. Bu yurtda davlat ulkan bir oila kabi har bir a'zosini ijtimoiy himoyasini o'z zimmasiga oladi. Mehnatkashlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida 2026-yil 1-yanvardan minimal ish haqi miqdori 33 ming turk lirasi etib belgilangan. Ehtiyojmand qatlamlar, nogironligi bo'lgan shaxslar va nafaqaxo'rlar uchun butun mamlakat bo'ylab yangi ijtimoiy turar joylar loyihalari amalga oshirilmoqda. Qisqa qilib aytganda, Turkiyadagi ijtimoiy himoya tizimi Bismarck modeliga, ya'ni konservativ modelga asoslangan va bu qo'llanib kelmoqda. Turkiya bu o'tmishning buyukligi, bugunning g'amxo'rligi va kelajakning ishonchidir. E'tiboringiz uchun tashakkur.